Hammaga assalomu alaykum aziz teletomoshabinlar. Ruxsor telekanalida O'yla izza top ko'rsatuvining navbatdagi yangi soni yana e'tiboringiz markazida. Bugun ham biz yurtdoshlarimizga qiziqarli savollar, qiziqarli tezashlar bilan yuzlanamiz. Xo'sh, ular bizning savollarimizga qay darajada javob bera olishadi? Buni hozir sizlar bilan dastur davomida birgalikda bilib olamiz. Bizdan uzoqlashmang va biz boshladik. Ko'k, qizil, qirmizi, o'rtasida yulduzi bu nima? Ozgina yordam bermaysizmi? Ko'k deganda moviy tushunib olmang. Yashil rang. Yana qaytaringchi. Ko'k, qizil, qirmizi, o'rtasida yulduzi. Bu nima? Archa. O'rtasida yulduzi bo'lar ekan uni. Yulduzga o'xshagan narsa ham deylik. Yo, topaman. Ko'k, qizil, qirmizi, o'rtasida yulduzi. Bu nima? Ko'k deganda ya'ni moviy rang emas, yashil. Bayroq. Ko'k, qizil, qirmizi bo'lar ekanda, o'rtasida yulduzi bo'lar ekan. O'rtasida yulduzi bo'lar ekan, bayrog'imizda burchagida bo'ladi. O'sha bayroq kelyapti xolos. Qadrli teletomoshabinlar, siz bilasizmi, Ruxsor telekanalining ijtimoiy tarmoqlaridagi maxsus sahifalarida izohlar bo'limida yozib qoldiring. Demak, boshladik. Tishi yo'q odam qachon tish og'rig'ini sezadi? Tishi bor bo'lganda sezadi. Ya'ni misolcha tasavvur qiling, bir qariya inson. Tishi yo'q. Qachon tish og'rig'ini sezadi? Qo'ydiraganda tishni. Yo'q, unda mulkiga tegadi-yu. Topolmayman. Siz javobini bilasizmi? Izohlarda yozib qoldiring. To'g'ri javob. Boshladik. Tuyaqush o'zini qush deb atay oladimi? Doimiy ko'rsatuvlarda berganman shu savolimni. Tuyaqush o'zini qush deb atay oladimi? Yo'q. Nega? Til yo'q. Mana bu qarshilar sizga navbatdagi savolimiz. Bu ham doimiy bergan savollarimdan. Ikkinchi jahon urushi qachon bo'lgan mantiqiy? 38da boshlanib. Mantiqan qachon bo'lgan dedim. Mantiqiy, boshqacharoq, qiziqarli o'ylab ko'ring. Bunisi ham. Siz javobini bilasizmi? Izohlarda yozib qoldiring. To'g'ri javob. Sixi go'shtdan kabob metaldan. Bu nima? Nima? Sixi go'shtdan kabobi metaldan. Bilmayman. Mantiqan o'ylab ko'ring. Go'shtdan. Sixi go'shtdan bo'lar ekan, kabobi esa metaldan bo'lar ekan. Buni yaqinlashtirib beraman, sizlar ko'proq ishlatasizlar. Ko'proq ishlatamiz. Qizlarmi? Asosan erkaklarga qaraganda asosan ayollar bunga ko'proq ishlatadi buni. Sixi go'shtdan kabobi metaldan. Bu nima? Sixi go'shtdan kabobi metaldan. Sixi go'shtdan bo'lar ekan, kabobi esa metaldan bo'lar ekan. Ayrimlarda misol uchun u temirdan bo'lishi mumkin, misdan bo'lishi mumkin. Uziymi aka? Qoyil, to'g'ri. Birinchi savolimizga to'g'ri javob berdingiz. Ikkinchi savolimiz. Tog'angizni yolg'iz singlisini eri sizga kim bo'ladi? Tog'am yolg'iz singlisini eri pochcha bo'ladi. Voy, men o'lib qo'ya qoling. Tog'amni yolg'iz singlisini eri. Tog'amni yolg'iz singlisini eri menga boshqatdan bering aka. Tog'angizni yolg'iz singlisini eri, a? Tog'amni yolg'iz singlisi eri. Tog'amni yolg'iz singlisi. Menga tog'a bo'ladi. Dadingiz ismi nima? Dadamning ismi aka Baxtiyorjon. Baxtiyor aka, o'g'lingizni ko'rdingiz. Sizni pochcha deb atar ekanlar. Dadingiz bo'ladi. Ha, ya, bo'ldi aka esa. Boshladik. Pochtachi ishdan bo'shasachi deb 10 ta bir nafasda aytingchi, ketdik. Sanay bo'lish. Aytolmaydi. Pochtachi ishdan bo'shasachi, pochtachi bu bog'cha boshqa bog'cha, 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 bu bog'cha boshqa bog'cha. Mana bu qarshilar sizga. Mantacha qarshi kelgan joyda hayron bo'lmaysizlar. Endi ikkinchi harfingizni ham bajarishingiz kerak. Ikkinchisiga ham endi osonroq savol beraman. Ko'rsatuv davomida juda ko'p berganman. Buni ko'chada ham ko'p eshitgan bo'lsalaring kerak. Tog'angiz yolg'iz singlisini eri sizga kim bo'ladi? Eshitdim bir paytlar. Hech kim bo'lmaydi, biz taniymiz. Aya dadam. Endi haqiqatan ham mana bu qarshilar sizga hamkorimiz Dilshod tozalay boshladi mana bu to'plam sizga. Ishtirok uchun rahmat. To'g'risini ayting. Fikrlash bo'yicha, o'ylash bo'yicha, ideyalar bo'yicha mana shu do'koningiz zo'rmi yoki o'zingiz zo'rmisiz? O'zim. Bizga futbollar kerak, futbollar zo'r. Qarang, futbol o'yini boshlanishidan 5 daqiqa oldin bir odam hisobni aytib qo'ydi. Savol buni qanday qildi? Mana futbolga oid. Hisobda aytib qo'ydi, aytolmaydik qandayda. Hali o'yin boshlangan yo'q. Mana u deb aytib qo'ydi. To'g'ri chiqdi haqiqatan ham. Mana
Bunaqasi bo'lmaydi-yu. Ketaveraylik. Qanday bo'ladi? Futbol o'yini boshlanishidan oldin javobini aytayman. Bunga tomoshabinlarimiz o'zlari javob topib, tarmoqlarimizni yozib qoldirsin. Boshladik. Dadangizni, yolg'iz o'g'lini, turmush o'rtog'ini, farzandini dadasi sizga kim bo'ladi? Boshqadan qaytarib oling. Dadangizni, yolg'iz o'g'lini, turmush o'rtog'ini, farzandini dadasi sizga kim bo'ladi? O'zim? Anami? Aha. Boshqa variantlar yo'q-a? Yo'q. Xo'p, to'g'ri. Birinchi savolimizga javob. Navbatdagi savolimiz. Yoki tez aytib beraymi? Boshladik. Bu rayon yarim rayon deb 10 ta bir nafas aytingchi, ketdik. Bu rayon yarim rayon, bu rayon yarim rayon, bu rayon yarim rayon. Yura mana bu rayon yarim rayon, bu rayon yarim rayon, ketdik. Bu rayon yarim rayon, bu rayon yarim rayon. Yarim bo'lib ketyapti. Yo'q, lag'monchilar ikkitalik emas deb 10 ta aytingchi. Lag'monchilarning kichalik bas, lag'monchilarning Lag'monchilar ikkitalik emas. lag'mon Shunaqa ohangda. lag'monchilarning kichalik bas, lag'monchilar Bu televizorda ko'rganda emas ekansan, Kuzat. Bashar bilan Yashar yashil yarim sharda yashashar dengchi. Bashar bilan Yashar, Yashar yarim shashar. Ozroq unda sizga bitta aytasiz buni. Men doimiy beraman shu tezachi. Qoraqalpog'istonliklarniki daligimizdaligidamidi? Qoraqalpog'istonliklarniki daligimizdanmidir? Qoraqalpog'istonliklarniki daligimizdaligidamidi? Qoraqalpog'istonliklarniki daligimizdanmidir? Necha yoshsiz? 16. 10 yil oldin tug'ilgansiz, hozir necha yosh bo'lardingiz? 6. 10 yil oldin tug'ilgansiz. To'g'ri. 26 yosh bilanmi? Qadrli tomoshabinlar, siz javobini bilasizmi? Izohlarda yozib qoldiring. Boshda qalpog'i bor, belida belbog'i bor, 5 ta oyog'i bor. Bu nima? Qo'lqop. Boshida qalpog'i bor ekan, belida belbog'i bor ekan, 5 ta oyog'i bor ekan. Yo'q. Siz javobini bilasizmi? Ijtimoiy tarmoqlardagi maxsus sahifalarimizga yozib qoldiring. Sotib olinganda qora, ishlatilganda qizil, tashlab yuborilganda esa kulrang. Bu nima? Bilmadim. Ishlatganimizda u sabzirang bo'lishi ham mumkin ekan. Kulrang. Voy, ko'mir bo'lishi mumkin. Tashlab ishlatilganda esa qizil, tashlab yuborilganda esa kulrang. U ishlatilganda qizil bo'lib yonadi ko'mir, tashlaganda kulrang bo'ladi, to'g'rimi? To'ppa-to'g'ri. Mana bu qarshilar sizga. Birinchi savolimizga to'g'ri javob berdingiz. Ikkinchi savolimizga to'g'ri javob bersangiz, mutlaqo g'olib bo'lasiz. Tayyormisiz? Boshladik. Qaysi so'zni noto'g'ri yozsak to'g'ri bo'ladi? Noto'g'ri so'zini? To'g'ri bo'ladi. Noto'g'ri deb yozsak, to'g'ri yozgan bo'lamiz. Lekin noto'g'ri deb yozsak to'g'ri bo'lsa, to'g'ri yozsak noto'g'ri bo'lib qoladi-yu. Yo'q, nima bo'lmaydi. To'g'ri deb yozsangiz, o'sha noto'g'ri so'zi to'g'ri bo'ladi. Noto'g'ri deb yozsangiz, Noto'g'ri so'zini to'g'ri yozsangiz to'g'ri bo'ladi, to'g'rimi? yo'q, noto'g'ri so'zini noto'g'ri deb yozsangiz, asha yozgan so'zingiz to'g'ri bo'ladi. Ha, to'g'ri yozsak noto'g'ri bo'lib qolyapti-yu. Yo, chalkashtirmay, to'g'ri yozsangiz to'g'ri bo'ladi. To'g'ri yozsak noto'g'ri bo'lar ekan. Noto'g'ri yozib qo'ysak to'g'ri bo'lib qoladi-yu. To'g'ri bo'ladi. Lekin to'g'ri yozsak noto'g'ri bo'lib qolyapti-yu. Farqi yo'q. Noto'g'ri so'zini bitta yozsangiz bir xil bo'laveradi. Mana bu qarshilar sizga haqiqatdan ham. Bizni hamkorimiz Delfin tozalay vositalari mana bu to'plam sizga ishtirok uchun rahmat. Rahmat sizlarga. Tik turgan holatda uni sanasak bo'ladi. Yotgan holatda esa uni sanash uchun butun umr ham cheksiz yetmaydi. Topolmadim. Qadrli tomoshabinlar, siz bilasizmi? Ruxsor telekanali ijtimoiy tarmoqlardagi maxsus sahifalarda yozib qoldiring. Mayli, sizga imkoniyat beraman-da. Boshqacharoq shart. Rasmlar ko'rsataman. Rasmlarda so'zlar berkingan. Ana shu rasm bir-biriga qo'shsangiz bitta so'z hosil bo'ladi. Tayyormisiz? Boshladik. Yaxshilab e'tibor bering. Soat bilan oyoq. Soat bilan oyoq. Umumiy e'tibor bering. Ayni soatni holatiga, oyoqni turish holatiga. Soat, oyoq. Bilmayapman. Yaxshilab e'tibor bering. Aynan soatga yaxshilab e'tibor bering. Asosiy gap soatda. Ha, 8 oyoq. Soatni sanab yotibdilar. 8 oyoq, to'g'ri. Navbatdagisi. Hozir 5 qo'l bilan 5 barmoq aytdim-ku. To'g'ri, 5 barmoq. Aytmadingiz qani, lekin to'g'ri. 5 barmoq dedim-ku. Navbatdagisi.
To'g'ri, qo'rqish. Yaxshilab o'ylab ko'ring. Bu yerda aynan bir boshqa narsa ham ortiqcha bo'lib turibdi shu yerda. Qarash. Bitta narsaga ishora qilinyapti. Qaysi? Qor. Topa olmaysiz? Top. Qadrli tomoshabinlar, siz topdingizmi? Izohlarda yozib qoldiring. To'g'ri javob. Boshladik. Qo'rqishmi? Qo'rqish degan narsa ham bormi? Yo'q, bilmadim. Oqishmi? To'g'ri. Navbatdagi rasmimiz. Tilla qo'ng'iz. To'g'ri. Tilla uzuk. Yo'q, qoyili. Keyingisi. Ko'kchoy. Qoyil, mana bu qarsiylar sizga. Endi shartimizni mana to'liq bajardingiz. Bizning hamkorimiz Delfin tozalab vositalarida mana bu to'plam sizga. Ishtirok uchun rahmat. Salomat bo'linglar. Mana aziz tomoshabinlar, ko'rib turganingizdek, yurtdoshlarimiz qiziqarli savollarimizga qo'llaridan kelgancha javoblarni taqdim etishdi. Ularga minnatdorchilik bildirib qolgan holatda ko'rsatuvimizni bu galgi sonini yakunlaymiz. Kelgusi dasturlarimizda yana a'lo kayfiyat, qiziqarli savollar bilan ko'rishguncha omon bo'ling.